Assalomu alaykum O'zbekiston xalqi, sizlarda xizmatingizda mana darvoza kачественный, zo'r kачествоda bo'lgan darvozalarni ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa. Mana qanday hozir biz skladdamiz, mana darvozalar tayyorlanayotgan joydamiz. Xudo xolasa mana Muzaffar oshnamiz o'zi hamma yo'lda tushuntirib o'tadi. Muzaffar, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Endi bu akalarimizni bir qator tushuntirib o'tsangiz, qanaqa listdan bo'ladi? Qaysi shaharlarga bor va qaysi shaharlargacha dastavkacha qilib beramiz? O'zbekiston bo'ylab qayerdan ketib qolmasa hisob qilib beraveramiz o'sha. Bu darvozalar tushuntirib o'ting endi. 6 ga 4, 8 8 yo'llari bo'lgan, tayyorlanishi bo'lgan, listlari 2 da bo'lgan. Bu sex buroga qarashli emasmi, o'zingizlargami? Bu menimcha Qashqadaryoga ketyapti. Uragiga to'radigan bo'lsa ustiga joylariga keldik. 4,5 ga 460 bo'yi bo'lgan. Xullas kuniga nechta darvoza qilasizlar? Kuniga Zakaz olinishi qat'iy nazar qilinaveradi. Luboy stilda rasmini tashlasa, luboy holatida qilib berinaveradi. Odam yasab beraveryapti, joy ketmayapti xolos temirdan. Mana обычный stilda mana shunaqa qilib tayyorlanadi. Stamovkamiz bu ham. Bu o'zim ko'rmaydi. Bu yerda ana darvozalar tayyorlanadi. Hozir mana biz primoy sexdamiz. Sizlarga mana ukamiz mana kraskaga tayyorlayapti. Birinchi nima bo'ladi? Mana birinchi mana yog'i shilinami, zangi shilinami, kraska shivoryapti deganlarga mana shilingan, qora list, mana qop-qora chiqibdi. Addetkasi qilingan, spakovkasi ham boshlanganidan qilingan, tashib yubormaydi. Bu qayerga ketyapti bu eshik? Bu ham Toshkentga. Toshkentga. Dastavkasi ichida bo'ladi, ha? Dastavka so'rki. Mana sachishdan oldin как положено, nima deydi? Gruntovkami bu? Shpaklovka deyiladi. Gruntovka chachiladi, shilib tozalangan holatda. To'g'ri. Mana bu eshigimizga nech puskitga qilib beramiz mana shu eshikka. Tayyor ekan. Mana shu 380 ga 310. Mana srochniy qo'yamiz deganlar uchun mana sizlarga. 300 ming, 400 ming deyapti-yu. Mana shuni hisoblashib olsa 200 yo'q yoqda chiqsa kerak. 4 milliondan qo'yib beraveramiz. 4 million. Dastavka hamma yo'q ichida qo'yib berish. Bu yangi. Tayyor уже, tayyor eshik mana so'raganlarga. Agar bu kraskani chiqarib bersa, o'ta shunaqa qilish. Bekarga. Ama необычный bo'libdi bu ham. G'alati stil. Yangilik bo'ldi. Yangilik. Mana shu eshigimiz tayyor, kimga mana aksiya qilib qo'yganmiz mana shu eshikda. Tayyor. Aksiyani bomba. Mana hozir ham xudo xolasa bundan keyin kraska sachiladi, keyin robot tayyor. Xullas 3 kunda robotinglar tayyor qilib beramiz. Primoy sexlardan bezovta qilyapsizlar. Akalar telefon qilaverasizlar. Srochniylari uchun mana 3 kun 2 kungacha zakazinglarni olib tayyorlab beramiz.